katta naq 9,5 sotuli uchastkani obzor qilishga keldim o'rta. Fasadini uzunligini o'zi esa 35 metr ekan. Manzilimiz esa Yunusobod Ruvdani ko'chasida, O'zgazol zapravkan orqasida. Darvozadan kirganimizda esa chap tomonimizda katta garaji joylashgan ekan, bir xonasi ham bor ekan. Bu esa kichkina dvorigimiz. Bu esa zelyoniy zonamiz uchastkani, to'rida esa gostivoy zalimiz. Gostivoy zaldan chiqqanimizda esa letniy kuxnya joylashgan ekan. To'rida esa sanuzel joylashgan, dvorig ham bor ekan. Endi esa bo'timizda dam olib, mazza qilib o'tiradigan joyimiz ekan. Endi asosiy uyga kiramiz. Uyimizning ichiga ham kirib oldik. O'ng tarafimda esa kuxnya joylashgan. To'rida esa sanuzel bilan spalni bor ekan. Bu esa katta holimiz. O'ng tarafimda esa zal bor ekan. Endi esa o'ng tomonimda 3 ta spalni joylashgan ekan. Umumiy maydonimiz 300 kvadrat. Narxiga keladigan bo'lsa o'rta 400 ming so'rashyapti. Yana kelishtirib beradigan joyi bor ekan. Shoshilib qol.